Demek ola Markaziy va Qirg'izistonga borib Eğer de biz özümüzün Tatar balaların Urusça okutamız iken, onların abstrakt fikirler derecesi alacak bir şu kişilerin çağında. Eğer de biz özümüzün tuğan dilimizin mahsus rəvişdə, mən şimdi rampla üretilir iken, o vakitte yarak hem bulmaz tutaşlar. Eğer de biz özümüzün tuğan dilimizin Şim məqrəsində üstün, yaşasın deyip dilimiz iken, o vakitte bizim bulağa teyiş. Vallahi bakşasılar. Orta mektepte, bakalavriyatda, magistraturada, çünkü hazır vakitte indi magistrat bitirmeyenlerini 11. kasırga okuta yaramayı yeter. Şöyle mi? Niçin etken bu gayana? Halkının utirgatlısı an faktorunu üstür degen. Yani mesela, uzun şey jırla, uzun şey biye, uylama, söyleşme. Men uylamın belgili. Mahsus rəvişdə bitirgen uylardı. Prosta bu, mesela şimdi ruhu yalqavlıq, bütün halklığı hem şinovliklarlıklar. Mesela şu uz orunların saklap kalır atılıyor. Onları korkalar bitinde. Eğer taş okusak bizge mesela şiratta kogram kala vermez deyip. Ama kum şağırdı korkalar. Hem bir nerse işleyetlemiyor. Şunun arkasında bizde hatta tutam mekteplerinde de yine oğullarda da Rus oktan bir şey başladılar. Köplerim, onun akademiklarda yazılar, haydi literatura bulsun Tatarşa, matematikalar Rusça bulsa da yarıyor. Benim karşıdan bu ilk zor hata. Bizning mana koy bir yerlerde o'tiralar, naroshni aytirgan kerak. Nishit bo'lsa da bu qumashovlarga. Umumda tigi Kisida, universitetda bir guruh pulli shub yo'q degan so'z. Bürokratizatsiya degan narsa bizga bekni qumashovi. Durusini aytganda, mana bu tatar tilini turmushga oshiruvda biz bir konkret vaziyat qurbonlar. Rossiyada Tatar tili bir kimga kerak tugul. Yuqori nidan olsak, mi? Chunki zo'r davlatning har vaqt unifikatsiyaga umtilishi u absolut tabiiy ko'rinish, bizning onlarga tegib. Tatariston bu shiraqda shulay o'zining mustaqilligi bo'lmag'ach, bu shiraqda har vaqtda da bütün narsani yuqori doiralar bilan Rossiya ko'lamida hal etilga tegish, ham ko'p narsalar hal etilmaydi. Barg'izda bilasiz, mana Tatar tarixi bo'yicha darsliklar bor maktab uchun, lekin milliy regional komponent yo'q. Maktabda tatarcha mana hozir qorin bolalardan so'rang, kim tatar tarixini o'qidi maktabda? Bir-ikki kishi ko'taraymi. Ko'pisini eshitganlardir, bilganlardir. Negizlari yo'q. Shunga ko'ra bunda Tataristonga umidlanib, bizga Tataristonda davlat programmalari butunsi bormi? Hozir menimcha eng zo'r umid entuziastlarga, bizning yaxshi ma'noda idealizmga. Agarda biz xalqda tarbiya olsak, shu idealizmni bizning hali kelajakka umidimiz bor deb sanayman. Idealizm degan yaxshi ma'noda anglaysizlarmi? Mana men o'zim uchun javob beraman. Men idealist, mening bolalarim söylashacak tatarcha, mening unuqlarim söylashacak tatarcha deb o'ylasam, u vaqtda shunday kishilar ko'p bo'lsa, hali bizning umid bor. Ataga butun xalqning ko'pchiligi o'zingiz bilasiz, bizning pragmatik idealist tugul. Shunga ko'ra bizning ota-onalar tatarcha o'qituga qarshi, maktabda 90%, 95%, bolalarim yuqori bilim olishga tegish, ular yagona topshiriqqa tegish, ham bitta shuni. Tatar tilin bir de bilmeyen kişi için ana tili degan resurs yasadılar. Benim studentlarım da biriside registrasyon olmadılar bugün günde. Biriside bizning litsenziyamiz yo'q deb bana cevap geldi. Emin bu registrasyon olgan yüzümden bitten kira alam. Bolalarga berem, mine bolalar sizga tinglagiz, qarag'iz narsa. Bu qiziq ekan bitdilar. Demak, shu boshlar qarshi tugel. O'tmurtlarda qarshi tugel tatar tilini öğrenirge. Bir o'tmurt tanish var men, o aytay, kilki bola tugel tatar xalq tugel deydi. Çünkü siz korkaklar da o'zingizning bir esasından şey bilmeysiz de yerine жеткirib deydi. Siz süs qaynatasız, bot qo'yasizsiz da, ko'pirtasizsiz da, bitti taralışasız. Netijeli bo'lsa mana bu g'ilim degan saytga, mana shunda üstelde o'tirgan avtorlar bo'lmasin, shundan da bo'lishga kerak. Men o'zimning kuchdan kelgancha yordam eterga so'z beraman sizga yigitlar. Tatarlar o'zlari soqasardan saqlanib qolishlar. Bundan varianti yo'q ana.